Aka pulingizni olib qo'ying. Erkakni mana shunaqa paytda murojaat qiladi. Aka joningiz sog' bo'lsin. Bitta duo qilib qo'ying. Aka bo'ldi. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Siz nima gazni o'chirib turuvmidingiz? Kuryerlik qilyapsizmi? Ikkita zakaz oldim o'zi bu. Yo'q, pul bo'lmadimi? Tashlamasdan o'ch qog'ozni qo'yib, fond o'chiraman deb Bo'ldi, zanat qiling, davay. Mayli. Ko'p turadi aka. Zanat qiling. Bo'ldi. Aka pulingizni olib qo'ying. Erkakni mana shunaqa paytda murojaat qiladi. Aka joningiz sog' bo'lsin. Bitta duo qilib qo'ying. Aka bo'ldi. Yaxshilikni ko'rishinglar aka. Inshaalloh aka hammamizning ishimiz yaxshi bo'lib ketsin. Sizdan keyin mana ketma-ketiga 100 ta zakazga chiqay aka bugunning o'zida. Joningiz sog' bo'lsin aka. Yaxshilikni ko'rishinglar. Ilohim, charchang, salomat bo'ling aka. Xo'p. Ilohim aytganingiz kelsa aka, rozi bo'ling. Erkakni mana shunaqa paytda poddeshka qilmasa bo'lmaydi. Jiyanlar nimaga desanglar bor. Mana ham boshimga ish tushgan paytda kimdirlar